Kursingizni sotib olsam, taqinchoqlarni sochishni ham o'rgatasizmi deb yozibdi bir qiz. Hali yasashni o'rganmay turib, shunaqa yozayotganlar ham bor. Qizlar, o'zi onlayn kursim narxi atiga 40 ming so'm bo'lsa, yana bu 40 ming so'm evaziga siz 41 xil taqinchoq yasashni o'rganasiz. Yana bir qizga kursimda mana shu darsliklar bor. 41 xil aksessuar yasashni o'rganasiz deb yozsam, bor shumi yana qo'shiladimi deb yozibdi. Men sizga faqat yasashni o'rgataman. Sotish esa o'zingizni harakatingizga bog'liq. Qancha yangiliklar qilsangiz, boshqalarga o'xshamasdan o'z brendingizni yaratsangiz, mijozlarning ishonchini qozonib, mahsulotlarni sifatli chiqarsangiz, sizga sotuv kela boshlaydi. Siz yasashni o'rganib, yasagan taqinchoqlaringizni chiroyli reklama qilishingiz kerak. Sizga podpischiklari va mijozlar asosan video reelslar orqali keladi. Yaqin qizlar, bu videoni o'tkazib olmang. To'y oldi xarajatlari ko'p bo'lgani uchun hamma ham tedima va abadoklarni sotib olishga ko'p pul ajratolmasligi mumkin. Men esa sizga bepul darsliklar olib Telegram kanalimga joyladim. U yerda diadema, abadoklar, hatto oq qora do'ppini ham yasalish darsligi joylangan. Uni olish uchun esa menga obuna bo'lib, direktdan dars so'zini yozib qoldiring. To'yim Turkiyada bo'tdi. O'zim xohlagan diademani haligacha qidirib topa olmadim. Menga boshqalarnikiga o'xshamagan diadema yasab bera olasizmi deb qoldilar va men ularni ozgina savol-javob qilib, qanaqa diadema xohlayotganlarini bilib oldim va eskiz chizishni boshladim. Hamma kerakli furnituralarni faqat lyuks sifatligini olib, bismillah deb ishimni boshladim. Ziragimiz yana ham mustahkam, chiroyli chiqish uchun 8 razmerli qattiq turetskiy simdan foydalandim. Har bitta bijuteriyani yasayotganimda mehr bilan, vijdonan yasayman va buni shogirdlarimga ham har doim aytaman. Tayyor bo'lgan ziray va diademamizni chiroyli qilib videoga olib, klientimga yubordim va ular juda ham xursand bo'ldilar. Sizlar ham shunaqa diademalar yasashni xohlasanglar, o'zimni professional kursimga taklif qilaman. Videolar juda ham sifatli va boshidan oxirigacha hamma jarayoni ko'rsatilgan. To'xtang, o'tkazib olmang. Yaqinroq o'tirib olinglar. Bugun zolotistый diademalarni obzor qilamiz. Birinchi bo'lib shunaqa chiroyli jemchujniy diadema. Ikkinchisiga bo'lsa shunaqa vitral smalada ishlangan matoviy diademamiz. Va uchinchisi bo'lsa shunaqa juletta. Qizlar bilasizlar, bu diadema hech ham modadan qolmaydi. To'rtinchisiga bo'lsa shunaqa chiroyli diadema. Gapirib ulgurolmayman. Beshinchisiga bo'lsa hijobli qizlarimiz uchun shunaqa diadema. Qizlarjonlar, faqat diademalar maqtamasdan onlayn kursim haqida emas, onlayn kursimda siz 0 dan profgacha bo'lgan hamma diademalarni, payatnik texnikasi, julyettalar, vitral smala texnikalarini bemalol o'rganishingiz mumkin. Kursga qo'shilish uchun menga direktdan yozsanglar bo'ladi. Kurs narxi bor yo'g'i 50 ming so'm.